Qadim zamonda bir shaharda Abdulloh ismli kambag'al o'tinchi yigit yashardi. Uning qalbida bitta-yu bitta orzusi bor edi. U ham bo'lsa boy badavlat bo'lish edi. Bir kuni u tog' bag'rida yashaydigan solih bir avliyoning huzuriga bordi va salom berib dedi: "Ey ustoz, menga shunday duo qilingki, rizqim kengaysin." Avliyo yigitga uzoq tikilib turdi. So'ng yerdan bir dona bug'doyni olib, uni kaftiga qo'ydi. "Senga boylik kerakmi?" so'radi avliyo. "Ha" deb javob berdi yigit. "Unda shu bir dona bug'doyni sirini angla." Yigit hayron bo'ldi. "Bug'doyni qanday siri bor?" Avliyo jilmayib dedi: "Ertaga yana oldimga kel." Ertasi kuni yigit yana keldi. Avliyo unga birinchi nasihatni aytdi. "Birinchi nasihatim, hech qachon senga tegishli bo'lmagan narsaga qo'l uzatma, teginma. Hatto hech kim ko'rmayotgan bo'lsa hammi?" so'radi yigit. "Ha, ayniqsa hech kim ko'rmayotgan paytda senga tegishli bo'lmagan narsaga teginma." Ikkinchi kuni avliyo dedi: "Ikkinchi nasihatim, senga yomonlik qilgan odamga yaxshilik qil. Imkoniyati kelsa, uni qo'ldan boy berma." Buni eshitgan yigit hayratlandi. "Bu juda qiyin-ku." "Ha, qiyin. Shuning uchun hamma ham boylik barakasini topmaydi-da." Uchinchi kuni avliyo oxirgi nasihatini aytdi. "Har kuni ertalab uyingdan chiqishdan oldin bir insonga yaxshilik qilishni niyat qil. Kim bo'lishini bilmasang ham." Yigit bosh irg'adi va "Boylik barakasi uchun shu 3ta nasihatga amal qilsam yetarlimi? Shugina xolosmi?" so'radi yigit. Yigitni so'zidan avliyo kuldi. "Sen bu 3 nasihatni oson deb o'ylayapsan chog'i." Shundan so'ng yigit avliyo bilan xayrlashib uyiga qaytdi. Oradan bir hafta o'tdi. O'tinchi bozorda ketarkan, yerda yotgan to'la hamyonni ko'rdi. Ichida to'la oltin tangalar bor edi. Hech kim ko'rmayotgandi. Shunda o'tinchi birinchi nasihatni esladi. Hamyonni egasiga qaytardi. Hamyonni egasi boy savdogar ekan. Savdogar o'tinchiga "Yarmini ol" dedi hamyonni uzatib. "Yo'q, ololmayman." "Nega?" "Chunki bu meniki emas." O'tinchining so'zidan savdogar hayratda qoldi. Oradan bir oy o'tgach, o'sha savdogar uni yoniga chaqirdi. "Menga halol sherik kerak. Men senga ishonaman. Men seni o'zimga sherik qilaman", dedi savdogar. Shu kundan boshlab yigit savdogar bilan ishlay boshladi. Kunlarning birida yigit bozorda ilgari uni haqorat qilgan odamni uchratib qoldi. U odamni do'koni yonib ketgan, hamma molidan ayrilib, hech narsasiz qolgandi. Buni ko'rgan yigit ikkinchi nasihatni esladi va bor pulini chiqarib o'sha odamga tutqazdi. Unga yordam berdi. Yomonlik qilgan odam buni ko'rib yig'lab yubordi. "Men senga yomonlik qilgan edim-ku. Nega menga yordam beryapsan?" so'radi u yig'lab. Yigit esa "Men senga emas, Alloh uchun yaxshilik qildim" deb javob berdi. Oradan yillar o'tdi. Yigit
shaharning eng boy savdogarlaridan biriga aylandi. U har tong uydan chiqishidan oldin shunday niyat qilardi: ey Parvardigor, bugun biror insonga yaxshilik qilishimni nasib et. Oradan 20 yil o'tdi. U yana avliyoni huzuriga bordi. Avliyo qarib qolgan, bukchayib o'tirgandi. Yigit avliyo oldida tiz cho'kib dedi: Ustoz, siz bergan duo qabul bo'ldi. Men boyib ketdim. Sizga rahmat aytgani keldim. Buni eshitgan avliyo bosh chayqadi. Yo'q bolam. Men senga boylik uchun duo qilmaganman. Men senga baraka uchun duo qilganman. Boylik keladi ketadi. Baraka esa bir umrga qoladi. Avliyoning so'zlaridan yigitni ko'zlari yoshlandi. U shuni angladiki, avliyoning eng katta karomati mo'jiza ko'rsatish emas, insonning qalbini yaxshilikka burish ekan. Rostgo'ylik boylikni chaqiradi. Kechirim barakani chaqiradi. Yaxshilik esa insonni Allohga yaqinlashtiradi. Shu 3 narsaga ega bo'lgan odam hech qachon qashshoqlik ko'rmaydi. Rivoyat yoqqan bo'lsa like bosib, izohga Allohga shukr deb yozib qo'ying. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni unutmang.